Baxt hodisa tufayli jag qismimda qattiq travma bo'lib, sinish bo'ldi. Tanishlarni maslahatiga quloq solib, shifoxonasiga murojaat qildim. Ular shina taqish usulini qilishdi. Lekin bu shinani taqqandan keyin men tushunib yetdim bu narsa xatoligini, chunki o'shanda his qilgan og'riqni men bundan oldin his qilib ko'rmaganman. MCGT qilib rentgen topshirgandan keyin tepadan kattaroq sinish bor ekan. Baribir seni operatsiya qilamiz degan gapni aytishdi. Men tushunib yetdim bu narsa xatoligini, qaytib sразу Akmal akaga murojaat qildim. Endi operatsiya bo'ladi. Xudo xolasa yaxshi natijalar kutib qolamiz. Bugun operatsiyadan keyin 6-kun. Holatim ancha yaxshi, shishlar yo'q, og'riqlar yo'q. Operatsiyadan keyin ham og'riq bo'lmadi. O'zim ancha yaxshi his qildim. Eng asosiysi chandiqlar yo'q, hech qanaqa yuzimda. Shu tarafi ham menga yo'qdi. Ochig'i men bunaqa natija kutmagandim, chunki jag'im ikkita joydan singandan keyin bunaqa og'ir operatsiyadan keyin 1 oy, 2 oy o'zimni og'ir his qilaman deb o'ylagandim, lekin men o'ylagandan ancha yaxshi natija bo'ldi. 6 kun deganda o'zi men jag'im ham ishlab, ovqat yeb, o'zimni juda ham yaxshi his qilyapman. Buning uchun ADN klinikasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Rahmat kattakon.